Bu shafqatsiz poygani ko'rgan odam biladi. Bu yerda hech kim sizga imkoniyat bermaydi. Bu poygada xatolar kechirilmaydi. Bu yerda tezlik, nafas va bir lahza ikkilanish mag'lubiyat. Bu sportda faqat bir tanlov bor. Oxirigacha borish yoki yo'q bo'lish. Baja Ming. Offroad qirollari maydoni. 1967-yil Meksikaning Baja Kaliforniya yarimorolida bir guruh aqldan ozgan poygachlar bir g'oyani sinab ko'rishdi. Asfaltsiz, qoidalarsiz, faqat qum, tosh, tog' va 1000 kilometrga yaqin shafqatsiz yo'lda poyga uyushtirish. Va aynan shu g'oya asosida dunyodagi eng shafqatsiz offroad poygalardan biri Baja Ming kirib keldi. Baja Ming boshidanoq shunday e'lon qilindi. Bu yerda rekordlar emas, faqat omon qolish birinchi o'rinda. Shu sabab u qisqa vaqt ichida offroad dunyosining eng og'ir sinovli maydoniga aylandi. Baja Mingda turli avtomobillar bor, lekin sahroni titratib qumni yorib o'tadigan haqiqiy yovvoyilari bu Trafitrack, Bajaning qiroli. 800 va 1000 tadan ko'p ot kuchli V8 motor, ulkan suspenziya, maksimal tezlikda mutlaq dominant. Baja trassasida kim qirol ekanini aynan shu sinf belgilaydi. Trafitrack Speed, Trafitrackning bir xil qoidali versiyasi. Barcha avtomobillar bir xil. Kim yutishi haydovchi va jamoaga bog'liq. Buni katta mahorat hal qiladi. Class 1 Unlimited Buggy, yopiq yoki yarim ochiq buggylar, eng yengil, eng agressiv avtomobillardan biri. Tezligi yuqori, lekin nazorat qilish juda qiyin. Class 10 Lightweight Buggy, kichik hajm va yengil vaznda, ot kuchi kamroq, lekin manyovri kuchli. Tor yo'llar va texnik uchastkalarda juda xavfli raqib. Baja Ming bu Meksikaning ochiq tabiati. Kunduzi +45-50 gradus issiqlikda motorlar limitda ishlaydi. Tunga kelib esa harorat keskin tushadi. Texnika ham, inson ham og'ir sinovdan o'tadi. Bajada masofa 1000 milgacha. Bu yo'l bir kunda to'xtovsiz bosib o'tiladi. Asfalt yo'q, dam olish yo'q, ikkinchi imkoniyat yo'q. Bu poygada tezlik yetarli emas. Bu yerda ishonchli texnika, chidam va iroda talab qilinadi. Trassalar yopilmaydi, tomoshabinlar trassaga yaqin turadi. Ba'zi avtomobillar oldindan o'tib ketishadi. Bu haydovchi uchun qo'shimcha stress. Bir lahzalik xato bu xavfli halokat. Bular Bajani yanada shafqatsiz qiladi. Baja Ming avtosport insonlarga shuni o'rgatadi. Tabiat bilan hech qachon bahslashib bo'lmaydi. Unga faqatgina tayyor bo'lish mumkin va faqat tayyorlargina manziliga yetadi. Tachkani yomoni bo'lmaydi akalarim. Bu avtosport haqida yana qanaqangi ma'lumotlar bor? Kommentariyaga yozib keting.